Metan haqida xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, hozir metan zapravka qurishga ruxsat yo'q. Bor metan zapravkalarga gaz yetkazib berisha olmayapti. Bu haqida joriy yilning 6-fevral kuni Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayev hukumat vakillarining Qoraqalpog'iston Respublikasida tadbirkorlar bilan o'tkazgan uchrashuvda aytib o'tdi. Muloqotda Amudaryo tumanida tadbirkor avtomobillar uchun elektr gaz va benzin zapravkalar qurmoqchi ekanini aytgan. Buning uchun 40 sotix yer olgani, qurilishga barcha jihozlar tayyorligini bildirgan. Faqatgina metan zapravka qurishi uchun Energetika vazirligidan ruxsat olishda muammo bo'layotganini aytib, masalani hal qilishda yordam so'ragan. Bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayev bunga javoban mas'ullar ishlab turgan zapravkalarga ham gaz yetkazib bera olmayotganini aytgan. Hozir metan gaz zapravka qurishga ruxsat yo'q. Bor metan zapravkalarga bular gaz yetkazib bera olmayapti. Buni tadbirkorlarga aytmaganmisizlar deya savol bergan u Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi Farhod Ermanovga. Jamshid Xo'jayev tadbirkorga metan zapravka qurmaslik kerakligini ta'kidlagan. Qurganingiz bilan pulingiz shunday yotadi. Sizga metan bermaydi. Qurilishni boshlamaslik kerak. Nega buni hokimiyat aytmaydi deya yana so'roq tashlagan Bosh vazir o'rinbosari. Eslatib o'tamiz, 20-yanvar kuni havo harorati pasayishi sababli metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritilgandi. Keyinchalik 2-fevraldan boshlab metan zapravkalar soat 10:00 dan 16:00 gacha faoliyat yuritishni boshlagan.